Yana bir marta servis hammaga. O'tgan safar Germaniyada klinikada bir vaqtda 5 ta shifokor navbatchiligida bo'lgan videoni ko'rsatganim juda ham ommalashib ketdi. Shuning uchun bugun klinikamizdagi barcha o'zbeklari bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Boshladik. Bunyodbek Jalolov, kardiologiya, stroke unit. Qodirjon Qobiljonov, kardiologiya, stroke unit. Xurshaka Abduqodirov Xurshaka travmatologiya, ortopediya, Bunyod Niyozmatov, travmatologiya, ortopediya, Mirkomilla Kagofurov, innera meditsina, ya'ni terapiya, Shahzod Boboyev, xohlagan zayto'ras Hazil, kardiologiya, stroke unit, Jamshid Hakimov, ukam, xirurgiya, Mardon Umedov, travmatologiya, ortopediya, Farruxbekni hamma juda yaxshi taniydi o'zi. Farruxbek Abdullayev, terapiya bo'yicha spetsializatsiyani olishga yaqin turgan vrachimiz. Ulug'bek Azimov, terapiya yo'nalishida, Jasurbek Ishboltayev, terapiya yo'nalishida va Ubaydullo familiyasi Akram. Ubaydullo Akramov, terapiya yo'nalishida. Yangi keldi, bugun fresh. Yaqinda ish boshladi. Mana shuncha o'zbek vrachlari bitta klinikada va shuni bilingki, hech qaysi bir Germaniya klinikasi layoqatsiz va bilimsiz insonlarni ishga olmaydi. Hammaga omad tilaymiz. Sostav emasmi? Rahmat. To'liq sostav emasmi? To'liq sostav emas, tem bo'li. Muhsinjon Rahmatov, ortopediya, travmatologiya. Shog'boz O'rolov, terapiya. Muhsinjon kelolmadi, Shog'boz uylangani sabab O'zbekistonda va Hamidullayev Kamoliddin terapiya yo'nalishi bo'yicha u ham ma'lum sabablarga ko'ra hozir kelolmadi, lekin nima deydi? Oramizda har doim shular bor. Yuragimizda. Hammaga omad tilaymiz, harakat qilinglar, erishasizlar.